G'ulomjon yaxshimisiz? Sizni pochkaga kadini qaynatib iching degan videongizni ko'rgandim. Shuni ichib tuzaldim. Alloh rozi bo'lsin. Savobli ishdan to'xtamang, rahmat debdi. Hech kim kasal bo'lmasin. Hammalaringizga Allohim shifo bersin. Aptekaga, doktorga ishlaringiz tushmasin. Ilohim. Haqiqatan aytganim, qimiz kadi bor. Bilgan biladi, ichiga qimiz solib qo'yadi muzdak turish uchun. Ana shu kadini 4-5 bo'lak donasini tashab 10 dona shiponic, 5 dona o'rik qoqini solib, 2 litr suvga qaynatib, ana shuni kunduzi abitda ichsangiz ham bo'ladi, kechqurun ichsangiz ham bo'ladi bir piyoladan, ha? Xuddi choydek narsa hosil bo'ladi. Zo'r bo'lib ketasiz. Buyraklarda shamollashi, mana shu pochkani shamollashidan onam yaxshi bo'lib ketgani sababli men video qilib qo'ydim. Mana qanchadan qancha inson yaxshi bo'lib ketibdi. Alloh barlaringga shifo bersin. Agar kadini topolmasangiz 15 dona shiponikni tashab, 5 dona o'rik qoqini tashab, 2 litr suvga qaynatib, ana shuni ham ichib yuring. 10 kun, 15 kun ichsangiz, umuman buyrak og'riqlaridan qutulasiz. O'zi mana qizil shiponik, o'zi turishi shifoda. Hammalaringga rahmat, shunaqa rahmat aytib turinglar, bizlar sal xursand bo'lamiz-da. Kim qayerlardan biz ma'lumotlarni olib kelib to'plab, foydali narsalar sizlarga yetkazyapmiz. G'ulomjon Tojikistondan, Xo'jand Zafaroboddan, Tojikiston, Bapesh. Kasal bo'lmanglar iloyim.